Yakkasaroyni zo'r joylashuvida bitta ikki xona remontli texnikali chiqib joylashgan joyni bitta cho'kib o'tamiz. Ko'pchilik biladigan Doner chiqamdi usti, yonida Piramid Tower, Nukus ko'chasi, bu tomon Gospitalniy Oybiy metroga ketish yo'li. Mana shu ko'chadan ozgina kirganimizda 17 etajli dom 13-etaj joylashgan ko'rsatamiz. Domni tashqi ko'rinishi, podyezdlarning kengligini qarang, ikkitadan lifti bor. Uyga kirishimiz bilan shunaqa bitta hol kutib kengina. Bu yoqda zal, kuxnya bilan studiyniy qilingan. Remontlar shunaqangi nejniy qilingan ekan. Allohim hammamizga nasib qilsin shunaqa uylarni sotib olishni. Allohga oson. Uyingizda yurgan tanishingizga bu videoni jo'natib qo'ying. Uyni sotib olsangiz, $900,000 kvartirani qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqda spalnisi joylashgan. Alisalargacha qilingan. Bu yoqda bitta balkon. Uyimiz yoqqan bo'lsa bitta like, podpiska bosib o'tib keting. Bu yoqda esa bitta garderobniy. Bu yoqdan chiqqanimizda sanuzel, jakuzilar bilan bu uyimizni narxini $103,000 qilib beramiz. Pastga raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqinglar.